Do'st ikkita qo'lga o'xshaydi, o'ng va chap. Aytadiki, o'ng qo'lingda ish qilayotganingda, buni G'azzoli o'xshatadilar kitoblarida. O'ng qo'lingda ish qilayotganingda, qiynalganingda biror marotaba chap qo'lingga aytganmisan yordam bergin deb deydi. Avtomatik tarzda chap qo'l chiqadi yoniga, to'g'rimi? Chap qo'lda ish qilayotgan bo'lsa, o'ng qo'l avtomatik tarzda o'zi keladi. Bu nima degani? Do'stgachi, oshna, qiynaldim deyish shart emas. Do'st uyimizning ichidagi ishlarni bilmasligi mumkin. Uni bilmasdan u dayuslikka kirib qoladi u. Lekin qolgan hamma yo'lda do'st biladi o'zi aslida. Shart emas oshna, nima bo'lyapti buni. Do'st avtomatik tarzda keladi oldingizga. Nima telefoning chiqsan deydi. Chiqmay qadiydi. Nimaga ko'chaga chiqmayapsan deydi. Bu degani ko'chaga chiqsin degani emas. Odatda odam siqilganda ko'chaga chiqmay qo'yadi. Yuragiga sig'maydi. Nimaga bunaqasin? Chiqmay. Uydagilar chiqib, yo'q desa, yo nima deydi? Uyda o'rtog'im deydi. Chaqiring deydi.